Assalamu alaykum do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi rolikimiz Urgan shahrimizda 8 qavatli yangi domimizning 6-qavatida 145 kvadrat metr 4 xonali korobka holatida kvartiramiz sotib chiqdi aziz yurtdoshlar. Lokatsiyasi Medin institutining yanında Shavot bo'ynam Qarag'on bog'chasi maktabi yaqin aziz yurtdoshlar. Domimizning oldida dissi plashatkasi, parkovkalari bor. Mashinalarimizdan muammo yo'q aziz yurtdoshlar. Dokument 100% tayyor, srochniy sotib chiqdi. Narx ham chiroyli narxda. Kvartiramizni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Qanaqa ketdik. Abunachilar 6-etajga geldik. Yo'tiralardan her etajımızda 4 kvartiradan bo'ladi. Girish eshiklari ham yaxshi, chiroyli eshiklardan bo'ladi. Bismillah deb avtolarimizni boshlaymiz. Koridorumuz yana prixo'ja zona. 260'a 4 metre 4,5 metreler çıkardı. Bu tarafta zalı, sanuzeli, aşxanası, grandiz zal. O tarafta 2 spalnisi oladı. Bir yandan gördüğünüz bitkimiz srochniy sotib chiqildi. Bu kvartiramizda yurtdoshlar narx ham chiroyli narxda, lokatsiyasi ham zo'r. Berimizning razmeri 4,5 metre, 5,5 metre razmerda. Akvanalarimiz patmayak suvoqdan chiqib turibdi. Oyoq terandan kelib chiroyli qilib patmayak qilib bersangiz bo'ladi. Lokatsiyasi ham mestas ham zo'r azizlar. Berimiz sanuzeli. Bedam suvoqdan chiqib turibdi. Berimiz oshxonasi bo'ladi. Balkonuna ega yurtdoshlar ko'rsatib o'tamiz. Shavotni bo'yinda eng. Balkondan chiqib qarab o'tirasizlar, zo'r dam olish, shamollar ham yetadi. Kanalizatsiya hamma narsalar bitib turibdi. Berimiz ham patmayak qilinib, elektrik montaj ishlari ham bitib turibdi. Dokumentidan muammosi yo'q, girish eshiklarimiz bo'ladi. Bu tarafimiz katta zal aziz yurtdoshlar. Bu zali 5,5 metre, 6 metrelar chiqib boradi. Aynalar ham katta panoramlar oynalardan qo'yib turibdi. Shavotni bo'yinda berimiz ham, zalimiz ham shavotni bo'yina qarab turibdi. Lokatsiyasi Medin institutining yanında bo'ladi yurtdoshlar. Dokumentidan muammosi yo'q, srochniy sotib qo'yildi. Har bir kvadrat metr aziz yurtdoshlar 4 million so'mdan. Berimiz 3,5 metre 4 metre razmerda. Berimiz ham sovuqdan chiqib turibdi. Skvoznoy joyimiz azizlar, oynalar ham akvaplastiklardan ham ko'pimiz go'zal turibdi. Elektrik montaj ishlari fondan beri bitib turibdi yurtdoshlar. Yerimiz yana bir spannimiz 3,5 metre 5,5 metre razmerda sovuqdan chiqib turibdi. Patmayak elektrik montaj ishlari bitib turibdi. Kattalan spannisidan balkonga ega akvanalar qo'yib turibdi. Chiroyli mastada joylashgan yurtdoshlar. Aziz yurtdoshlar, lokatsiyasini yana bir ikkidan Urgan shahrimizda 8 qavatli yangi domimizning 6-qavatida 145 kvadrat metr 4 xonali korobka holatida kvartiramiz sotib chiqdi. Her bir kvadrat metri 4 milyon so'mdan. Aziz yurtdoshlar, option narxi 580 milyon so'm. Bitar aziz yurtdoshlar, srochniy sotib qo'yildi. Buni avval ham chiqardik, shuning uchun narxini tushirdi aziz yurtdoshlar. Qiziq qolsa ekranda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Xayrlashib qolamiz. Sog' bo'ling.